Voy, mana bu ham ko'timizga tiradi-ku jalab. Biz mana shunaqa bo'ladi. Orqaga shu tiraydi, hamma shu orqaga tiraydi. Endi bu yerda aniq yura olmayman. Yo'q. Bu yerga aniq yura olmayman. Uyga borsang biladi, xotining tiraydi, ko'chaga borsang mashina tiraydi biladi. Xullas, hayotda hamma bir-biridan tirash bilan ovora. Mana nima bor mana orqamda? Nima bor? Mana to'xtadim mana qara. Mana qara. To'ladi endi orqamda. Xuyet qilaman-da. Orqaga bir narsa yozib qo'yganman, mashinalarimga bir narsa yozmagan. Kelyapti yana. Sen oldinroq yurding, yana kelyapti. Men xuyet qilaman, men tushunmayman shu narsa. Nima buni mazmuni? Nima orqaga tirab haydash? Kim biladi mana shuni sirrini ochmoqchimiz? Olimlar koinotda cheksizligini topmoqchi. Men esa shunaqa sho'pirlar bilan bir sho'pirlarni ixtiro qilmoqchiman. Ya'ni u ixtiro demaydi uni. Nima deydi? Kashfiyot, yo'q, kashfiyot u yaratish. Ana, tegitish, eksperiment, apros chalo. Apros bilan. Mana shu orqaga tirab shpiyondek keladi. 2 metr 1,5 metr distansiyani olib. Bu nima anaqa o'zi? Nimaga bu o'zi? Nima bu? Orqaga qiziqadimi jala? Orqachimi? Bilay, tushunmayman. Yana bular tez, qancha tez yursang, ana shpiyonga o'xshab xuddi sendan qolib ketadiganda u ham tez yuradi. Sekin yursang sekin yuradi. O'tib ket. Yo'q, o'tib ham ketmaydi jalab. Trap. Yo, qo'rqasan jalabek. Kim ekan bu? To'g'ri bosishga qo'rqasan, chunki distansiya 7-8 metr, 3 metr, 5 metr emas. 1,5 metr keladi. Mana hozir shuni ham yozib olishadi-da. To'lig'ini qo'ymaydi-da pidaraslar. Itdan bo'lgan haromlar. Kesadi o'sha joyini. Aziz orqasiga trapda degan joyini kesib turib, keyin unga ko'rinar ko'rmasdi ulaydi jalab. Keyin unga haliga jalab, uka qachon tark etasiz? Vazirin tayyorlab turaman degan mashinniklar haqida gapirgan gap bir-biriga ulaydi-da. Keyin 30 sekundda bitta chiqavorsa jalab bo'ldi, biladi. Voy, endi uni kommentiga kirsang jalab. Mani peshanamni otib olish kerak edi, o'sha mustaqillik maydoniga olib chiqib turib, aziz estetni otish kerak, chunki bu bizlardan emas.